Assalomu alaykum, hurmatli armiy. Siz bilan bugun o'sha mashhur bo'lgan Bangkok voqeasi haqida gaplashamiz. Bizga ma'lumki, Bangkok voqeasi avval, ya'ni 2021-yilda ham bo'lgan. Va ma'lumotlarga qaraganda, u hozirgi kunda o'z akkauntini yana tikladi. Bu xabar bizning armiyalarimizni yana cho'chitib qo'ydi. Bizni yanada xavotirga solayotgan narsa bu Jungkookning qo'rqinchli suratlari. Odamlarning aytishi bo'yicha bu suratlar sehrlangan, ya'ni jodulangan. Bu videoda ko'rib turganingizdek, kimligi noma'lum bo'lgan shaxs Jungkookni jodulayapti. Va men yana bir videoni topib oldim. Bu yerda ham Jiminni sehrlashyapti. Bu yerda siz Bangkokning ko'pgina akkauntlarini ko'ryapsiz. Bu videolarni ham Bangkok joylagan va men bu yozuvlarni tarjima qildim. Ko'p odamlarni ko'rganman, bu qiz menman, lekin bu men emasman va men uni tanimayman va rasmlarni buzib qo'yishadi. Ular bilaman deyishadi. Men onamga aytganmanki, men Kook va Jungkookni sehr qilaman, lekin bu yolg'on. Onam o'lgan va men arab emasman va men arab davlatidan emasman va endi odamlarni sehr qilishni to'xtataman. Sen mening hisobim haqida xabar berasiz. Agar mening hisobimga biror narsa yuz bergan bo'lsa, nima qilishimni ko'ra olmadingiz. Shuning uchun buni qilishni maslahat bermayman. Bu qizni o'sha BTSni sehr qilayotgan qiz deb o'yladim, yana bilmadim. Uning sehri haqida ko'p narsani bilmayman, lekin bilganlarim falaj, o'z o'ziga bo'ysunmaslik va buyruqlarni bajarish. Sehrni kim qilgani ma'lum emas, qizmi, ayolmi, erkakmi, lekin ko'pchilik taxmin qilyaptiki, sehrni erkak kishi qilgan emish, ya'ni BTSga nima deydi, hasad qilib shunaqa qilgan deb aytishyapti. Mana ko'rib turganingizdek, Bangkokning Instagramda ham akkaunti bor ekan. O'zinikimi yo'qmi bilmadim. Bu nechinchiligini ham bilmayman, topib oldim shu rasmni. Army, biz nima bo'lishidan qat'iy nazar BTSni sevamiz va shu sodiqligimizcha qolamiz va xatarlarni yo'q qilamiz. Bunaqa forbillarni ham yo'q qilib yuborish bizga cho'tamas albatta va armiyalarga sabr, kuch-quvvat va matonat, o'qishlariga omad tilayman. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, endi shuncha qilgan mehnatimizga yarasha obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like ham bosib qo'ying. Army